Akalar, yangi hayotga kelganmiz. 1.9 sotkali podключ xonadonimiz 2 etajkada 216 metr kvadrat. Pastida podvali bor. Hamma qulayliklari bilan gaz, suv, svet, kanalizatsiya umuman muammosiz. Tashqi fasadda zeleniy zona bor. Bu yerda bitta mashina bemalol sig'adi. Hamma qulayliklari bilan hech qanaqa muammosi yo'q. Endi sizlarga ichkaridan to'liq ko'rsatib o'tamiz. Narxini esa oxirida sizlarga to'liq ma'lumot berib o'taman. Akalar, sizlarga birinchi etajimizni oshxonasini ko'rsatib o'tamiz. Oshxona Evroremont holatida hech qanaqa muammosi yo'q. Ko'plik pol qilingan. Endi boshqa xonalarimizni ham ko'rib o'tamiz. Bu birinchi etajimizda 4 ta xona bor. 2 dona sanuzelli bor birinchi etajda. Ikkinchi etajda esa 4 ta xona, 2 ta sanuzel. Endi detskiy spalnimiz. Akalar, buni ota-onalar uchun spalni qilib qo'ysanglar bo'ladi. Chunki bu yerda o'zining sanuzellari bilan hamda endi sizlarga bu xonani kirib ko'rsatib o'tmasam bo'lmaydi. Mana kechqurunda toza havo uchun hamma qulayliklari bilan toza havo kirib turadi. Bu yog'ida esa sanuzeli bor. Bu xonalarimiz ham 100% ko'plik pol qilingan. Uyimizning birinchi etajimizning eng asosiy qismi bu zalimiz hisoblanadi. Zalimiz ham kattagina, endi sizlarga to'liq ko'rsatib o'tamiz. Qani ko'rib bitta ko'rib baho beringlar. Akalar, birinchi etajimizda hammasi shulardan iborat edi. Endi sizlarga ikkinchi etajni ko'rsatib o'tamiz. Qani ketdik.